O'rtoqlar, maslaga hozir udalarini moshina qiladigan 2-3 упражнение yaxshini ko'rsatib beraman. Tushunarli, eng zo'ri turniy brus, keyin kualda. Hozir agar sizlarda unaqa sharoit zo'r bo'lmasa, bitta miyach olasizlar. 5 kilolik yoki 7 kilolik. Hozir maslaga ko'rsatib beraman упражнение o'rtoqlar. Birinchi buni sakraymiz, yerga qattiqroq uramiz. Qancha talchok bilan ishlatiladigan упражнениялар bo'lsa, hammasi boksga o'sha kualda ham misol uchun olasiz, urasiz, to'g'rimi o'sha? Hammasi. Mana bunda как раз udalarini жестко qiladigan, ham kislaring yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Mana shuna qilib ishlaymiz, 1 minut ishlaymiz, 1 minut dam olamiz. 5 raund ishlaymiz, o'sha trenovadan qolib, o'sha siz agar boksga borsangiz yoki MMA ga borsangiz, trenovadan qolib ishlaysiz, mana shuni qilasiz. Ikkinchisi, xuddi mana shu miyashda ko'p narsada ko'rsatmayman, sababi hammada ham mumkin bo'lmaydi. Oddiy mana shuni olasizlar, просто yerga qarab urasizlar, faqat iloji boricha qo'yib mahkam ushlaymiz. Aylantirib uramiz, bu tomondan deb olamizda, bo'sh orqasi bilan qo'yib. Keyin bu tomonni aylantirib olamizda, maksimal opять keyin yana to'g'ri qilib uramiz. Bu ikkinchisi, uchinchisini ko'rsataman, uchinchisi rezinkada bo'ladi. Mana faqatgina bir tomonlama olamiz, sababi qo'l yaxshi his qiladi. Bitta qo'limiz yaxshi his qiladi, o'shaning uchun rezinkani bittasini olamiz. Bosh barmoqqa kiyg'izamiz, ichki tarafdan yaqinlashdik. Yana turamiz. Yana turamiz. Yana turamiz. Sразу ikkinchisiga olamiz. Stoykamizni almashtirmaymiz o'rtoqlar. Stoyka o'zimiz stoykamizda qolamiz. Baybo stoykada turdik, yana 1 minut chap qo'l, 1 minut o'ng qo'l. 3 podxod qilamiz. Bo'ldik, deylik. Chap qo'l ishladik, o'ng qo'l ishladik. Dam oldik 1 minut. Keyin yana xod davom ettiramiz buni. Bunisi ham 3 podxod yetarli. Birinchi sakrab o'rganimizcha 5 podxod bo'lishligi kerak. Eng u asosiy baza u. Keyingi videomizda bundan ham zo'rini ko'rsatamiz. Videoga like bosamiz. Boksyorlarga tashlab qo'yamiz ki Moskvada yashasa, haftada bir kun trenovakamizdan keyin kela olasizlar.